Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. SSR davrida oliy o'quv yurtida, texnikumda, institutda yoki boshqa kunduzgi ta'lim muassasasida o'qigan pensionerlar uchun pensiya bo'yicha kutilmagan imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Bu mavzu har bir pensionerga, ayniqsa mehnat staji kam chiqqan, pensiyasi minimal miqdorga yaqin bo'lgan yoki pensiya tayinlanganda o'qigan yillari hisobga olinmagan insonlarga bevosita tegishli. Eng muhimi. Ko'pchilik odamlar pensiya tayinlanganda faqat ish daftarchasidagi ish yillari hisobga olinadi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda SSSR davridagi kunduzgi ta'lim yillari ham umumiy ish stajiga qo'shilishi mumkin. Agar bu yillar sizning pensiya hujjatlaringizda hisobga olinmagan bo'lsa, pensiyani qayta ko'rib chiqish, stajni aniqlashtirish va ayrim hollarda pensiya miqdorini oshirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumotni ota-onangizga, bu bobolaringizga, qo'shnilaringizga ham yetkazing. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha oddiy odamga vaqtida yetib bormaydi. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan holat shuki, pensioner pensiyaga chiqayotganda pensiya jamg'armasiga ish daftarchasini olib boradi. Xodimlar ish joylarini sanaydi. Ayrim arxiv ma'lumotlarini tekshiradi va pensiya tayinlanadi. Lekin odamning 1970 yoki 1990 yillar boshida kunduzgi bo'limda o'qigani alohida tekshirilmay qolishi mumkin. Ayniqsa diplom eski bo'lsa, o'quv yurti nomi o'zgargan bo'lsa, arxiv boshqa shaharga ko'chgan bo'lsa yoki pensioner o'sha paytda diplomini taqdim etmagan bo'lsa, o'qish davri staji qo'shilmay qoladi. SSSR davrida ko'plab fuqarolar institut, universitet, texnikum bilim yurti, pedagogika instituti, tibbiyot instituti, politexnika instituti, qishloq xo'jaligi instituti kabi ta'lim muassasalarida kunduzgi shaxlarda o'qigan. O'sha davrda bu o'qish mehnat faoliyati bilan chambarchas bog'liq hisoblangan. Masalan, odam maktabni bitirib institutga kirgan, 5 yil o'qigan, keyin yo'llanma bilan korxonaga, maktabga, shifoxonaga yoki tashkilotga ishga yuborilgan. Ya'ni davlat tizimida bu yillar insonning kasbiy tayyorgarligi davri sifatida qabul qilingan. Hozir esa pensiya hisoblashda asosiy e'tibor hujjatga qaratiladi. Og'zaki men o'qiganman deyish yetarli emas. Diplom, arxiv ma'lumotnomasi, o'qishga kirgan va bitirgan sanalar, kunduzgi ta'lim bo'lgan o'quv yurtining nomi va boshqa dalillar kerak bo'ladi. Mana shu yerda syurpriz boshlanadi. Ko'p pensionerlar o'zining eski diplomi yoki arxiv ma'lumotnomasi orqali qo'shimcha staj aniqlatishi mumkin. Qo'shimcha staj esa ba'zi hollarda pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Lekin men boshdan aniq aytaman. Bu hamma pensionerga avtomatik ravishda katta pul qo'shiladi degani emas. Kimdadir pensiya oshishi mumkin, kimdadir faqat staj aniqlashadi, lekin miqdor o'zgarmaydi. Kimdadir esa o'qish yillari umuman qo'shilmasligi mumkin. Chunki ta'lim shakli, davri yoki hujjati talabga mos kelmaydi. Shuning uchun masalani aniq, xotirjam va hujjatlar asosida ko'rib chiqish kerak. Birinchi navbatda SSSR davrida kunduzgi bo'limda o'qigan hozirgi pensionerlar e'tibor berishi kerak. Bu yerda kunduzgi degan so'z juda muhim. Agar odam ishlab turib kechki bo'limda yoki sirtqi bo'limda o'qigan bo'lsa, u davr alohida staj sifatida qo'shilishi masalasi boshqacha ko'riladi. Chunki u paytda odamning asosiy staji ish joyi orqali yuritilgan bo'lishi mumkin. Kunduzgi ta'limda esa inson odatda to'liq o'qish bilan band bo'lgan. Ikkinchi toifa, pensiyasi past chiqqanlar. Masalan, pensioner ayol 20 yil to'liq staj talab qilinadigan sharoitda 15 yil 6 oy ish staji bilan pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin. Agar u 1975 yildan 1979 yilgacha pedagogika institutida kunduzgi bo'limda o'qigan bo'lsa va bu davr pensiya hisobida ko'rsatilmagan bo'lsa, qo'shimcha 4 yil staj aniqlanishi mumkin. Bu uning umumiy stajini 22 yil 6 oyga yetkazadi. Natijada pensiya hisoblashda holat o'zgarishi ehtimoli bor. Uchinchi toifa pensiyaga chiqqan paytda hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Ko'p odamlar institut diplomini yo'qotgan. Eski shaharchadan ko'chib ketgan. Arxiv qayerdaligini bilmagan yoki buning keragi yo'q deb o'ylagan. Pensiya tayinlovchi organ esa bor hujjatlarga qarab qaror qilgan. Keyinchalik diplom topilsa yoki arxivdan ma'lumotnoma olinsa, pensioner ariza bilan murojaat qilib, pensiya ishini qayta ko'rib chiqishni so'rashi mumkin. To'rtinchi toifa SSSRning boshqa respublikalarida o'qiganlar. Masalan, odam Toshkentdan Moskvaga, Leningrad, Kiyevga, Minskga, Olmaotaga, Frunzega yoki Novosibirskga borib o'qigan.
Hozir u O'zbekistonda yashayapti va pensiya oladi. Ko'p hollarda bunday insonlar men chetda o'qiganman, bu hisobga olinmaydi deb o'ylaydi. Aslida masala hujjat bilan isbotlansa, o'sha davrdagi ta'lim muassasasi o'qish shakli sanalar va diplom asosida ko'rib chiqilishi mumkin. Faqat bunday holatlarda arxiv so'rovi ko'proq vaqt oladi. Birinchi misol, Anvar aka 1925-yilda tug'ilgan, 2011-yilda pensiyaga chiqqan. Ish daftarchasida 1978-yildan 2011-yilgacha turli korxonalarda ishlagani bor. Lekin 1973-yildan 1978-yilgacha Politexnika institutida kunduzgi bo'limda o'qigan. Pensiya tayinlangan u diplomani bermagan. Chunki ish stajim yetarli deb o'ylagan. Keyin ko'radi, pensiya miqdori kutgandan pastroq. Agar Anvar akaning pensiya hisobida o'qish davri kiritilmagan bo'lsa, u diplom va arxiv ma'lumotnomasi bilan murojaat qilishi mumkin. 5 yil qo'shimcha staj uning pensiya hisob kitobida ahamiyatli bo'lish ehtimoli bor. Ikkinchi misol, Mahbuba opa 1906-yilda tug'ilgan. 1977-yildan 1981-yilgacha tibbiyot bilim yurtida kunduzgi o'qigan, keyin hamshira bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanda ish daftarchasida ayrim yillar yo'q. Chunki eski poliklinika yopilib ketgan, arxiv hujjatlari topilmagan. Natijada staji kam chiqqan. Bunday holatda o'qish yillari qo'shimcha yordam beradi. Agar 4 yil o'qish davri tasdiqlansa, pensiya uchun talab qilinadigan umumiy stajga yaqinlashadi yoki yetadi. Uchinchi misol, Rustam aka harbiy xizmatdan keyin 2 yil tayyorgarlik kursida bo'lgan. Keyin sirtqi bo'limda o'qigan va bir vaqtning o'zida zavodda ishlagan. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Agar u zavodda ishlagan, davr ish daftarchasida bor bo'lsa, o'sha yillar allaqachon stajga kiritilgan. Sirtqi o'qish alohida yana bir marta qo'shilmaydi. Chunki bir davrni 2 marta staj qilish mumkin emas. Bu ko'pchilik tushunmaydigan nozik nuqta. 4-misol, Dilbar opa Samarqandda maktabni bitirib, 1960-yilda Dushanbedagi pedagogika institutiga kirgan, 1900-yilda bitirgan. Hozir O'zbekistonda pensiya oladi. Institut nomi bir necha marta o'zgargan. Diplom bor, lekin unda faqat mutaxassislik yozilgan. O'qish shakli aniq ko'rsatilmagan. Bunday holatda pensiya jamg'armasi qo'shimcha arxiv ma'lumotnomasini so'rashi mumkin. Qachon qabul qilingan, qachon bitirgan, qaysi fakultet, qaysi bo'lim kunduzgi yoki sirtqi. Agar ma'lumotnoma to'g'ri rasmiylashtirilsa, masala ijobiy hal bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqanda diplomingizni bergan bo'lsangiz, pensiya ishida o'qish yillari allaqachon hisobga olingan bo'lsa, unda qayta murojaat qilish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir men har bir pensionerga o'z pensiya ishidagi staj jadvalini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki ba'zan diplom nusxasi ishda turadi. Lekin hisob kitobga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Agar siz sirtqi yoki kechi bo'limda o'qigan bo'lsangiz va o'sha vaqtda ishlagan bo'lsangiz, asosiy e'tibor ish stajiga qaratiladi. Bunday holda men o'qiganman. Yana 5 yil qo'shilsin deyish har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. O'sha 5 yil ichida siz ishlagan bo'lsangiz, staj ish joyi orqali kiritilgan bo'ladi. Bir vaqt oralig'i 2 marta hisoblanmaydi. Agar sizning pensiyangiz maksimal hisob kitobga yaqin bo'lsa yoki qo'shimcha stajni pensiya formulasi bo'yicha miqdorga ta'sir qilmaydigan holatda bo'lsa, o'qish yillarini qo'shish pensiyani sezilarli oshirmasligi mumkin. Lekin baribir hujjatlarni tartibga keltirish foydali. Chunki kelajakda kompensatsiya, ustama, qayta hisoblash yoki boshqa ijtimoiy masalalarda aniq staj kerak bo'lishi mumkin. Birinchi nozik jihat. O'qish davri ish haqi o'rnini bosmaydi. Pensiya miqdori faqat stajdan iborat emas. Unga ish haqi, o'rtacha daromad qonunidagi cheklovlar, minimal va bazaviy miqdorlar, ustamalar ham ta'sir qiladi. Shuning uchun 4 yoki 5 yil o'qish qo'shilsa ham pensiya albatta juda katta oshadi deb kutish noto'g'ri. Ba'zan aytanim 1000 so'm, 1000 so'm, 200 ming so'm atrofida farq bo'lishi mumkin, ba'zan umuman farq bo'lmaydi. Lekin ayrim pensionerlar uchun hatto kichik qo'shimcha ham muhim. Ikkinchi nozik jihat, qayta hisoblash odatda arza asosida amalga oshiriladi. Ya'ni davlat organi sizning eski diplomingizni o'zi qidirib topib, avtomatik ravishda pensiyangizni oshirib qo'ymaydi. Siz murojaat qilishingiz, hujjat taqdim etishingiz, masalani ko'tarishingiz kerak. Ko'p odamlar agar menga tegishli bo'lsa, o'zlari qo'shib berardi deb kutadi. Amaliyotda esa pensiya ishi hujjatga qarab yuradi. Uchinchi nozik jihat, o'tmishdagi barcha pullar qaytarib berilmasligi mumkin. Masalan, pensioner 2022 yildan beri pensiya oladi.
2026 yilda diplomni olib boradi va menga 8 yil uchun farqni to'lab bering deydi. Bu masala amaldagi tartib ariza berilgan sana hujjatlarning avval mavjud bo'lgan bo'lmagani. Xatolik kim tomonidan qilinganiga qarab ko'riladi. Ko'p hollarda qayta hisoblash murojaat qilingan vaqtdan yoki belgilangan tartibdagi muddatdan boshlab amalga oshiriladi. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. 4-nozik jihat. Diplomning o'z ba'zan yetarli bo'lmasligi mumkin. Eski SSSR diplomlarida hamma ma'lumotlar aniq yozilmagan bo'ladi. Masalan, diplomda 1902 yilda berildi deb yozilgan, lekin qachon o'qishga kirgani. Ta'lim shakli ko'rsatilmagan. Pensiya organi esa aniq davrni bilishi kerak. 1907 yil, 1902 yil o'tib yungacha o'qiganmi yoki boshqa muddatmi? Shuning uchun arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. 5-nozik jihat. Tayyorgarlik kurslari, qisqa muddatli kurslar, malaka oshirish va oddiy o'quv seminarlari har doim ham stajga qo'shiladigan ta'lim davri hisoblanmaydi. Masalan, 6 oylik buxgalterlik kursi, 3 oylik operatorlik kursi yoki korxona ichidagi malaka oshirish alohida tartibda baholanadi. Asosiy e'tibor odatda rasmiy ta'lim muassasasidagi kunduzgi o'qishga qaratiladi. 6-nozik jihat. Arxiv ma'lumotnomasida xatolar bo'lishi mumkin. Ism sharif eski kiril yozuvida boshqacha yozilgan, tug'ilgan yil noto'g'ri tushgan, familiya turmush qurgandan keyin o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, Gulnora Karimova institutda qizlik familiyasi bilan o'qigan, pensiyada esa erining familiyasida. Bunday holatda nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Aks holda pensiya jamg'armasi. Bu diplom aynan sizniki ekanini isbotlang deyishi mumkin. 7-nozik jihat. SSSR davridagi o'quv yurti bugun mavjud bo'lmasligi mumkin. Lekin bu hujjat olish mumkin emas degani emas. Odatda tugatilgan yoki nomi o'zgargan ta'lim muassasalarining arxivlari voris tashkilotga, viloyat arxiviga, tarmoq vazirligiga yoki davlat arxiviga topshirilgan bo'ladi. Masalan, eski pedagogika instituti hozir universitet bo'lgan bo'lishi mumkin. Eski texnikum kollejga aylangan, keyin boshqa muassasaga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi rad javobidan keyin to'xtab qolmaslik kerak. 8-nozik jihat. Ayrim pensionerlar men o'qigan paytim stipendiya olganman, demak bu ish haqi hisoblanadi deb o'ylaydi. Stipendiya ish haqi emas. U pensiya uchun daromad sifatida odatda ish haqi kabi baholanmaydi. O'qish davri stajga ta'sir qilishi mumkin, lekin o'sha davr uchun ish haqi kiritiladi degani emas. 9-nozik jihat. O'qish davri va ish davri ustma-ust tushsa, faqat bitta davr hisobga olinadi. Masalan, 1910 yil sentyabrdan 1909 yil iyungacha institutda o'qigansiz, lekin 1907 yildan yarim stavkada laboratoriyada ishlagansiz. Pensiya organi buni alohida tekshiradi. Agar ish haqiqiy mehnat shartnomasi bilan, ish daftarchasida yozuv bilan bo'lgan bo'lsa, o'sha davr ish sifatida ham kiritilishi mumkin. Lekin bir xil oylar 2 marta qo'shilmaydi. 10-nozik jihat. Erkaklar va ayollar uchun stajning ahamiyati farq qilishi mumkin. Chunki yoshga doir pensiya tayinlashda talab qilinadigan ish staji turlicha bo'ladi. Ayollarda bola parvarishi, dekret, ishdagi tanaffuslar ko'p uchraydi. Shuning uchun SSSR davridagi o'tib 5 yillik kunduzgi ta'lim aynan ayollar pensiyasida katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Erkaklarda esa harbiy xizmat uzoq yillik korxona staji bilan birga ko'riladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. O'zingizning pensiya hujjatlaringizda qaysi yillar stajga kiritilganini aniqlang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiya ishimdagi umumiy ish stajim qanday hisoblangan? Qaysi davrlar kiritilgan? Qaysi davrlar kiritilmagan? Menga staj hisob kitobidan ko'chirma bering deb so'rang. Bu juda muhim. Chunki siz avval nimani tekshirayotganingizni bilishingiz kerak. Ikkinchi qadam, ta'lim hujjatlarini toping. Diplom ilovasi, reyting daftarchasi yoki eski talabalik guvohnomasi bo'lsa, hammasini yig'ing. Asosiy hujjat diplom bo'ladi, lekin qo'shimcha hujjatlar ham foyda beradi. Agar diplom yo'qolgan bo'lsa, vahima qilmang. Dublikat olish yoki arxiv ma'lumotnomasi olish yo'li bor. 3-qadam, arxiv ma'lumotnomasi so'rang. Ma'lumotnomada quyidagilar bo'lishi kerak. Sizning familiya, ism, otangizning ismi, tug'ilgan yilingiz, o'quv yurtining to'liq nomi, fakultet yoki bo'lim, ta'lim shakli, ya'ni kunduzgi, sirtqi yoki kechki, o'qishga qabul qilingan sana, bitirgan yoki o'qishdan chiqqan sana,
diplom berilgan sana va raqami. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, eski familiya bilan hozirgi familiyani bog'lovchi hujjatni ham tayyorlang. 4-qadam. Pensiya jamg'armasiga yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening yoshga doir pensiyam tayinlanganda falon yildan falon yilgacha bo'lgan kunduzgi ta'lim davrim ish stajiga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ilova qilingan hujjatlar asosida pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni, umumiy ish stajimni aniqlashtirishingizni va zarur bo'lsa pensiya miqdorini qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada topshiring. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydirib o'zingizda saqlang. 5-qadam, javobni kuting, lekin nazorat qiling. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga qo'shilmaydi deyishsa, yozma asos so'rang. Qaysi qonun normasi, qaysi sabab, qaysi hujjat yetishmayapti, aniq ko'rsatib berishlarini talab qiling. Yozma javob bo'lsa, keyingi qadamni belgilash oson bo'ladi. 6-qadam, hujjat yetishmasa, uni to'ldiring. Masalan, pensiya jamg'armasi diplomda kunduzgi ta'lim ekani ko'rsatilmagan desa, arxivdan aynan kunduzgi bo'limda o'qiganingiz haqida ma'lumotnoma oling. Familiya mos kelmayapti desa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatni ilova qiling. O'quv yurti topilmadi desa, ta'lim muassasasining vorisi yoki davlat arxivini aniqlang. 7-qadam, agar rad javobi asossiz bo'lsa, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa tegishli vazirlik yoki sud tartibida masalani ko'rib chiqish mumkin. Men doim aytaman, huquqiy masalada eng kuchli qurol bu hissiyot emas, hujjat. Menga qo'shib bering deb jahl qilishdan ko'ra, mana diplom, mana arxiv ma'lumotnomasi, mana ariza, mana yozma rad javobi. Iltimos qonuniy baho bering deyish samaraliroq. 8-qadam, farzandlar va nabiralar yordam bersin. Ko'p pensionerlar internetdan arxiv qidirishni, elektron murojaat yuborishni, hujjat skaner qilishni bilmasligi mumkin. Bu uyat emas. Aksincha, farzandlar ota-onasining mehnatini qadrlab, eski diplomlarini tartibga keltirib berish kerak. Ba'zan bitta to'g'ri yuborilgan arxiv so'rovi butun pensiya ishini o'zgartirib yuboradi. 9-qadam. Natijani oldindan aniq bilib bo'lmaydi, lekin tekshirdirish zarar qilmaydi. Agar qo'shimcha staj qo'shilsa va pensiya oshsa bu yaxshi. Agar oshmasa ham siz o'z hujjatlaringizni tartibga keltirgan bo'lasiz. Eng yomoni umuman harakat qilmaslik va o'z huquqingiz bor yo'qligini bilmay yurish. Demak, SSSR davrida kunduzgi ta'lim olgan pensionerlar uchun asosiy syurpriz shuki, o'qigan yillari pensiya stajiga ta'sir qilishi mumkin. Agar bu davr pensiya tayinlanganda hisobga olinmagan bo'lsa, diplom va arxiv ma'lumotnomasi asosida pensiya ishi qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Lekin bu avtomatik pul tarqatiladi degani emas. Har bir holat alohida hujjatlar, ta'lim shakli, sanalar va pensiya hisob kitobiga qarab baholanadi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq diplomlaringizni tekshiring. Pensiya ishingizdagi staj jadvalini so'rang. Arxiv ma'lumotnomasini tayyorlang va yozma ariza bilan murojaat qiling. Ayniqsa pensiyasi past bo'lgan, staji kam chiqqan, eski hujjatlari pensiya ishiga kiritilmagan pensionerlar bu masalani albatta tekshirtirsin. Agar siz SSSR davrida qayerda o'qigansiz, nechanchi yillarda o'qigansiz va pensiyangizda bu davr hisobga olinganmi, yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner qarindoshlaringizga albatta yuboring.